Islom O'zbekistonga qanaqa qilib kirib kelganini bilasizmi? Bu jarayon bir kunda bo'lmagan. Islom dini Markaziy Osiyoga 7-8 asrlarda kirib kelgan. 712-yilda arab sarkardasi Qutayba ibn Muslim Buxoro va Samarqand hududlariga kirib keladi. O'sha davrda bu hududlar Maverannahr deb atalgan va Eron hamda Xitoy o'rtasidagi eng muhim savdo yo'llaridan biri edi. Boshida islom asta-sekin tarqalgan. Bir necha 10 yillar davomida yangi dinni qabul qilgan. Ba'zi hududlarda bu jarayon 100 yildan ortiq davom etgan. Shaharlar, ayniqsa Buxoro va Samarqand 9-10 asrlarda yirik islom ilm markaziga aylangan. Somoniylar davrida 819-999-yillar islom yanada mustahkamlanadi. Buxoro poytaxt bo'lib 200 dan ortiq madrasa va ilm markazlari faoliyat yuritgan. Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi mingdan ortiq muhaddislar shu hududdan yetishib chiqadi. Shu sababli Buxoro Qubbatul Islom, islom gumbazi deb atalgan. Ya'ni aslida islom O'zbekistonga faqat bosib kirib kelmagan, balki 300-400 yil davomida ilm, savdo va madaniyat orqali chuqur singib ketgan. Sizningcha tarixda eng katta o'zgarish qilgan davr qaysi bo'lgan?